ajratilgan 5 daqiqalar ketdi. Universitetlar dars paytida telefon ishlatishga bu juda ham ko'p omillarni olib keladi. Jumladan darsni o'zlashtirish, ulgurmagan notlarni esdan chiqarishi va darsni yomon o'zlashtirishi kundan kunga kuchayib boriladi. Yana har bir universitetda shunaqangi bir resurs bo'lganki, ular universitet bolalarni telefonni bir hafta ichida olib qo'yib, har doim darsdan keyin berishgan va bu narsa 80% bola ichida juda ham ko'p muammolarni sodir qilgan. Jumladan leksiyani tushunmaganligi, notlarni juda ham ko'p qismini yo'qolganligi, yo bo'lmasam leksiya paytida juda ham ko'p qiyinchilik bo'lganligi. Bu bilan birgalikda universitetlar telefonlarni ishlatishni to'xtatish bilan hech qanaqangi yaxshi natija ko'rsata olmaydi va bu statistika bo'yicha ham 70% belgilangan narsa hisoblanadi. Yana shuni aytib o'tamanki, bu universitetlar ichida juda ham ko'p prinsiplar bo'lishi mumkin. Student qachonki dars paytida telefonni ishlatsa, bu o'qituvchini darsni eshitmasligi yo bo'lmasa boshqa muammolardir deb hisoblashi mumkin, lekin bu narsa pedagogikaga ham bog'liq. Chunki agar o'qituvchi o'zini leveli juda ham yuqori bo'lsa, agar uni interpretatsiyasi yetarli darajada kuchli bo'lsa, bu deyarli hamma o'quvchini fokusini qaratib oladi. Telefon shunchaki bitta notebookga o'xshagan pul hisoblanadi. Oldingi yillarda bizda hammamiz daftar ishlatgan bo'lsak, hozir juda ham ma'lumotda deyarli 90% qismi telefon saqlanadi. Shuning uchun universitetlar studentlar o'rtasida telefonlarni dars paytida ishlatmasligini biz noto'g'ri deb hisoblaymiz. Rahmat. Chaprost savollarga tayyormisiz? Inkor 3. 5 daqiqa. Tasdiqlab chiqa olasizmi? Chaprost savollar uchun 2 daqiqa vaqt ajratilgan. Vaqt ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli hajamlar, auditoriya va bizga qadrdon bo'lgan aholi jamoa. Men ko'rsatmaslik uchun speaker Nazarba Charos o'zimning savollarimni berishga qo'shilaman. Tayyormisiz? Xo'sh, mobil qurilmalar ilmiy maqolalar, kitoblar va ma'lumotlarga tez kirish imkonini bermaydimi? Rahmat. Raqamli ta'limlarda texnologiyani cheklash ortga qarab ekanligini qanday inkor etasiz? Bu juda ham noto'g'ri fikr deb hisoblayman. Bu juda ham kerakli fan. Ayni damda 20-asrda hamma kompyuterlar asli. Masala qurilmada emas, balki undan foydalanish madaniyatida, shundaymi? Shunday. Talabalar mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida o'z vaqtini boshqarishi kerakligi yaqqol namoyon emasmi? Talabalar mustaqil fikrlovchi shaxslar sifatida o'z vaqtini boshqarishi kerakligi yaqqol namoyon emasmi? Mobil qurilmalar onlayn darslar va ta'lim platformalariga kirish uchun zarur emasmi? Rahmat. Savollar kerak. Rahmat o'qituvchim. Inkor 1. Tayyormisiz yoki vaqt olasizmi? Sizga ajratilgan vaqt 4 daqiqa vaqt ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati, hurmatli timekeeper, auditoriya va qadrdon abonent jamoa. Men Yakuz jamoasining birinchi nutqi darsda avval o'z nutqimni jamoa a'zolarini tanishtirishdan boshlasam.
Uchinchi nutqimiz Mirzayeva Charos, ikkinchi nutqimiz Dilmurodov Komilov hamda Kamina Kantonov birinchi nutqingiz Abdurahmonov Jamshid. Bugungi bizda mavzuyimiz oliy ta'lim muassasalarida talabalar uchun mobil qurilmalarni cheklash kerak. Qat'iy pozitsiyamiz inkor. Mavzu yuzasidan e'tibor keltirsam, telefonlardan tartibli va maqsadli foydalanish talabalar e'tiborini chalg'itmaydi, balki qo'shimcha resurs va eslatmalar orqali akademik natijalarni oshiradi. Yuqorida ta'kidlagandek akademik natijalarni oshiradi. Manba Computer and Education 2019-yil maqolasida. Kalit so'zlarimiz FIK, ya'ni foydalanish koeffitsiyenti, motivatsiya, ruhlantirish, dialog 2 va undan ortiq kishining so'zlash nutqi, resurs, manba va ma'lumot, integratsiya, o'sish va rivojlanish, platforma, ilova, subyektiv, shaxsiy va shaxsga doir ma'lumot. Bizda shuningdek Apple jamoat tomonidan qo'yilmagan zamon va makon mavjud. Zamon nuqtai nazaridan 21-asr, makon AQSh, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan. Argumentimiz: mobil qurilmalar bu cheklov emas, balki butun dunyoni ko'ra bilish va samaradorlik kalitidir. Qaytarib o'taman, samaradorlik kalitidir. Ariza yuboraman. Talabalar bir nechta qurilmalarni, xususan notebook, smartfon, telefon, planshet kundalik o'qish jarayonida ishlatadi. Bu ularning ma'lumot topish va hamkorlik resurslarini oshiradi. Manba Educase 2015-yil maqolasida yuqorida ta'kidlab o'tirganimdek, samaradorlikni oshirish bu jamoaviy ishlash, bizdagi zamon texnologiyalaridan oqilona foydalanish, xususan bizdagi Instagram, Telegram nomi ostida faoliyat yuritadigan platforma ilovalaridan maqsadli foydalanish bizdagi YouTube kadrlarini ishlab chiqarish va foydali ish koeffitsiyentini oshirishga olib keladi. Manba Educase 2017-yil maqolasidan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Amerika Qo'shma Shtatlari universitetlarida mobil qurilmalar talabalarning ichki va kundalik o'qish jarayonida ishlatiladi. Bu ularning ma'lumot topish va hamkorlik resurslarini oshirish bilan birga motivatsiya va shu bilan birga dialog, o'qituvchi-o'quvchi aloqasi, metakognitiv o'zini boshqarish jarayonlarini kuchaytiradi. Bu degani mobil qurilmalardan faqat cheklash orqali emas, balki mazmunli pedagogik integratsiya, ya'ni rivojlanish orqali foydalanish ta'lim samaradorligini oshiradi. Tushuntiraman. Universitetlardagi takroriy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, takroriy so'rovlar talabalar orasida olingan, e'tibor qiling, Amerika Qo'shma Shtatlari yetuk davlatda talabalardan olingan so'rovnomalar mobil qurilmalarni darsdan tashqari va dars davomida ham ta'lim maqsadlarida qo'llaydi, ham masalan elektron darslar, ilmiy resurslar, ma'lumotlarni izlash, muhokama, forumlar va guruh ishlari uchun tadqiqotlarda talabalarning mobil qurilmalar muhim ta'limiy vosita deb fikrga ega ekaniga qayd etilgan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari talabalaridan so'rovnoma olinganda o'zlarining og'izlari bilan aytgan, bizga mobil qurilmalar kerak deb. Shunday bir pallada biz uni cheklashimiz ularning kelajagiga bog' to'rishimiz demakdir. Manba Educase 2023-yil maqolasidan. Bo'sh vaqt va darsdan tashqari, rahmat, hurmatli aytayinki, bo'sh vaqt hamda darsdan tashqari mobil qurilmalar ta'lim maqsadlariga faol ishlatilmoqda. Bu esa cheklashdan ko'ra pedagogik resurs sifatida qo'llanilishini talab qiladi. Yana o'sha Educase maqolalarining 2023-yil sarlavhasidan isbotlayman. Pew Research Center hisobotida mobil qurilmalar yordamida kerakli ilmiy maqolani 30% darajada tezroq topish aniqlangan. Bu esa tejash o'quv jarayonini umumiy foydali ish koeffitsiyenti ko'rsatkichini oshiradi. Manba Pew Research rasmiy maqolasidan. Tadqiqot o'qituvchilar 42% talabalar mobil telefonlar dars vaqtida ma'lumot izlash uchun foydalanishi bildirgan. Shuningdek, o'qituvchilarning 99% qidiruv tizimlari internet talabalarining ma'lumotini tez topishga o'rgatgan ta'kidlagan. Taroziga qo'yamiz, 99% 1%, 100%dan 99% natija yutib chiqdi. Demak, biz mobil qurilmalarni universitetlardagi talabalar orasida cheklamasligimiz kerak, balki ularga keng foydalanish imkonini berishimiz kerak. Manba Pew Research rasmiy saytlardan olingan hisoblanadi. Xo'sh, rahmat, hurmatli tanqiblar, University of California talabalar ishtirokidagi tadqiqotda mobil qurilmalar orqali onlayn hamkorlik platformalaridan foydalanish guruh loyihalarining bajarishida 25% samaradorlikni oshiradi. Guruhda 4 dona a'zo bor hisoblasak, har bir a'zo samaradorlik 25% bo'lsa, demak bizda mobil qurilmalar orqali 100% samaradorlik mavjud. Demak, xususan ta'kidlaganimdek, bizda yetuk kadr va integratsiya amalga oshiriladi. Manba Molsat.com maqolasidan olingan hisoblanadi. Va shuningdek, rahmat, hurmatli tanqiblar, xulosa o'rnida shuni aytish joizki, hozirgi texnik taraqqiyot davrida mobil qurilmalarni cheklash bizning Z avlodda mobil qurilma cheklash kelajagini bolta urish bilan demakdir. Umumiy xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, yuqoridagi Amerika Qo'shma Shtatlari tadqiqotlari mobil qurilmalarni talabalar orasida, nafaqat talabalar, yoshlar orasida cheklamaslik kerak, balki undan oqilona foydalanish kerakligini bor tasdiqlab o'tgan. Va men o'z pozitsiyamni tugataman. Apane Jamoliy Chaparov savollarga tayyorman.
va tomoshabinlar. Men Cross X savollarni o'qishni boshlayman va birinchi Cross X savolimiz diabeti bor talaba qon shakarini nazorat qiladigan ilova ishlatish kerak. U ham cheklash ostiga tushadimi yoki yo'q? Albatta yo'q, cheklash ostiga tushmaydi bu. Biz hozirgi mavzu nuqtai nazaridan shuni ta'kidlab o'tamanki, oliy ta'lim muassasasida mobil bilan cheklash kerak. Meni qat'iy pozitsiyam inkor va men buni cheklamayman. Balki talabalar uchun, ularning sog'lig'i uchun buni foydalanishni qo'llab-quvvatlayman. Bir so'z bilan siz tasdiqlash xohlaysizmi yoki cheklashni? Albatta men pozitsiya nuqtai nazaridan buni cheklamasdan mobil qurilmalarni bemalol foydalanish tarafdoriman. Chunki mobil qurilmalar bizdagi Amerika Qo'shma Shtatlari ko'rsatkichlariga ko'ra 99% tezlikda va 25% samaradorlikda oshirishga yordam beradi. Nima deb o'ylaysiz? Agarda cheklash bo'lganda ularni kim nazorat qilgan? Karl Popper debatlarda shuni ma'lum qilamanki, meni shaxsiy fikrimni so'rashga sizda huquqingiz va meni bunga javob berishga haqqim yo'q. Keyingi savol. Nima deb o'ylaysiz? TikTok $1 milliard investitsiya qildi va bu talabalarni qanday diqqatini ushlab turishi mumkin? Xususan yuqorida ta'kidlab o'tgan so'zimni yana bir bor qaytarib o'tamanki, mening shaxsiy fikrim bu yerda hech qanday ahamiyatga ega emas. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining tadqiqotlari va bizdagi rasmiy manbalar juda katta ahamiyatga ega. Nima deb o'ylaysiz? Bu shaxsiy fikr sanaladi. Talabalar qanday bu narsaga tayyor tura oladi? Talabalar hozirgi Z avlodi Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya ko'rsatkichlariga ko'ra samaradorlikni 25% oshirishi, tadqiqot o'qishini 42% mobil telefon dars vaqtida ma'lumot izlashi va Pew Research maqolalarining tasdiqlashi mobil qurilmalarni cheklamaslik, balki ulardan keng miqdorda foydalanish kerakligini isbotlab qo'ygan. Tayyormisiz? Yoki tayyorlanishga vaqt olasizmi? Necha daqiqa?